Qashqadaryoning zoti sher bo'lgan Sherzod borligini bilasizmi? Ha, xayolingizga kelganidek bu Sherzod Temirov. Bugun u hammaning og'zida, hammaning nigohida. G'uzorning Sho'rtan jamoasining yoshlar jamoasida o'ynagan paytida Qashqadaryo granti Nasafning e'tiboriga tushadi. 2018-2019 yilgi mavsumning o'zidayoq Nasaf uni o'z safiga qo'shadi. Tabiiyki Nasafda raqobat juda kuchli. Maydondagi har daqiqa esa oltinga teng edi. Mavsumda Temirov 8 tagina o'yinda tushadi va bittagina gol uradi. Raqobat qila olmagani uchun balki Temirovni Nasaf mash'alga qo'yib yuboradi. 2020-yil raqobat yo'qligi sabablimi Temirov mash'alda 23 ta o'yin o'tkazdi. Bitta gol ham urdi. Buni esa Paxtakorning yulduz futbolchi bo'lgan murabbiy Shota Arveladze yuqori baholadi. U chin ma'noda Temirovning o'yinlariga oshiq bo'lib qolgan edi. Undagi potensialni his qilgan edi. Oqibatda esa Temirov Paxtakorda paydo bo'ldi. Chunki unga boshqa qimmatroq futbolchilarni olib berishga ham Paxtakorning qurbi yetardi. Temirovning Paxtakordagi karyerasida unga 18 ta o'yinda imkoniyat berildi. O'sha o'yinlarning 8 tasida Temirov gol kiritdi. Temirovning ketmoni endi uchay deb turganida Arveladze Paxtakordan ketadigan bo'lib qoldi. Temirovni bu orada esa Paxtakordan da darajasi yuqoriroq bo'lgan Persepolis kuzatib yurgan edi va vaziyatdan foydalangan eronliklar darhol Sherzodni transfer qilishdi. Bu holat 2022-yilga to'g'ri keldi. Persepolis Istiqlol stadioni, kuchli raqobat, maydondagi har daqiqa esa g'animat edi. U yerda Sherzodga kam imkoniyat berishdi. Bosim ostida qolgan Sherzod Temirov 11 ta o'yinda bittagina gol urdi. Maydonga tushgan vaqtlarining asosiysi oxirgi daqiqalarga to'g'ri kelardi. Xullas, ikki taraf ham bir-biriga ma'qul tushmadi. Sherzod esa Eronning boshqa bir klubi Haykanga o'tib ketdi. Unga ishonishdi. O'yin amaliyoti ko'proq berildi. 23 ta o'yinda maydonga tushgan Sherzod bitta gol urdi. Kam gol urganiga qaramasdan maydondagi sheriklariga ko'proq yordam berishi mumkinligini isbotladi. 2023-yilda esa unga Gonkong chempionatidan taklif bo'ldi. Sherzod uchun esa bu ayni muddao edi. U yerda bosimsiz o'ynagan Sherzod Kitchen jamoasi safida 36 ta o'yinda maydonga tushib 17 ta gol urdi. Ha, ancha o'ziga kelib, uning o'ziga bo'lgan ishonchi ortayotgan edi. Jismoniy holat esa pik darajaga chiqib borayotgan edi. Shunda qahramonimizga Yaqin Sharqdan, ya'ni Iroqning Erbil jamoasidan taklif bo'ldi. Qo'rqmas sher u yerga ham tashrif buyurib, 1 yil ichida chempionatni ag'dar to'ntar qilib tashladi. Iroqda chempion bo'la olmagan bo'lsa-da, to'pirarlik borasida dars berib qo'ydi. Butun mavsum davomida jamoasi urgan 54 ta golning naqd 28 tasiga egalik qildi. Iroqda bir qator rekordlarni yangilab tashladi. Muxlislarni esa Temirov deb baqirishga majbur qildi. Yo'q, u faqat maydonda sher emasdi. Maydon tashqarisida ham sherligini ko'rsatdi. Orada Erbilda iqtisodiy muammolar boshlandi. Klub pul topishi bilan avvaliga legionerlarning ish haqini berishni reja qildi. Qashqadaryoning saxiy insonlari qo'lidan tandir go'sht yegan Sherzod esa hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun degan naqlga amal qildi. Avval jamoadoshlarimni oyligini bering, men esa keyin ham olaveraman dedi. Bu esa Temirovga o'xshagan futbolchilardan haqiqiy jamoa tuzish mumkinligini isbotladi. Shu orada esa Cannavaro Sherzodni termamiz yig'iniga jalb qildi. Bu jangchi yigitimiz termamizning asosiy yig'inlariga jalb qilinmagan bo'lsa-da, jahon chempionatiga qatnashishi mumkinligini va yakuniy tarkibdan joy olishi mumkinligini ko'pchilik yurakdan his qilmoqda. Klub masalasiga kelsak, u Erbil bilan xayrlashdi. G'iybatlarga qaraganda Osiyo darajasidan balandroq bo'lgan Misrning gigant jamoasi Al-Ahli uning poyiga poyandoz to'shab kutib turibdi. Bu yog'ini kuzatamiz. Jahon chempionati tugashi bilan Sherzod qaysi klubga o'tishini bilib olamiz, katta ehtimol. Terma jamoamiz va Sherzodimizga omad tilaymiz. Top 5 ligalarda Sherzodni ko'rish siz u bizga nasib qilsin.